Hammaga assalomu alaykum. Parrandalar, quyonchilik haqida qisqacha o'zim blogimni ochishga qaror qildim. Bugundan Xudo xolasa hamma bilan shu quyonchilikda qilib turgan ishlarimizni, parrandachilikda qilib turgan ishlarimizni yoritib borishga harakat qilaman. Hop. Kecha 7-dekabr kuni bunaqa fermani oq tovuqlaridan 10 ta olib keldim. Ikkitasi xirillab qolibdi. Ularni alohida ajratib qo'ydim. Uyga tuxum tuqqani shulardan olib kelib qo'ydim. Endi bular issiq joyda turgan oldin o'shanga menimcha sovuqqa chiqqaniga darrov xirillab qolgan bo'lsa kerak. Profilaktika qilib shamollashga dorilarini suvga qo'shib berib qo'ydim. Ikkitasini alohida qilib ajratib qo'ydim. Profilaktikaga mana shu doridan beryapman. Ularni og'ziga ham ozginadan dorini o'zidan solib qo'ydim. Qunish turadi ovoz chiqarib, ularni ajratib qo'ydim. Bu quyonimiz, ona quyonimiz salkam 5 kilo. Bollarni ajratib qo'ydim. Endi yana tug'ish kerak. Dakenlarimiz bor. Yaponchalar. Insona quyonimiz bollari mana. Shu 40 kunga yaqinlab qolishdi. Ularda ham o'sish jarayonlarini necha kiloligini ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bittasi kichkina ularda buni partiyasidan bularga qo'shilib qolgandi, endi yuribdi. Bitta bo'g'oz burgundiya quyonimiz ham bor. Ham tug'ish kerak. Bitta oddiy quyonimizdan bor. Bu yoqda qolsa bugun tug'ish kerak. Joylarini qilib qo'ydim. Endi har kuni shu fermachadan qisqacha videolar qo'yishga harakat qilaman. Ma'qul bo'lsa shu ishlarimiz like bosib, podpisatsiya qilib qolishlaringni so'rayman. Endi menga ham bu yangi opt, yangi ishdan keyingi qiziqishim, hobbi. Shuni YouTube'da, Instagram'da yoritib borishga endi harakat qilib ko'rmoqchiman. Hammaga katta rahmat e'tiborlaring uchun. Yangi videolar qo'yishga harakat qilaman endi.